Bitta inson tirik jonzot ko'zni oldida borib boryapti, to'kilib boryapti. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun 3-maydan 4-mayga o'tar kechasi soat 12:30 bo'lganiga qaramasdan Xavas tumanida, ya'ni Yangiyer, Sirdaryoning Xavas tumanida bir singlimiz betob ekanlar. O'shanga biz yo'lga chiqdik. Mana aynan odamlar jamoasi borib video olib, albatta biz xalqimizga murojaat qilamiz. Ozgina bo'lsa ham shu videoga e'tiborsiz bo'lmasdan qo'lingizdan kelgancha yordam berib tursanglar, bitta farzandning bitta onasi hayotda qolishiga sababchi bo'lib qolamiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Men boya yuqorida bitta video oldim. Buni ham xudo xolasa bu videoga montaj qilganda qo'yib boraman. Yo'lda bugun 3-dan 4-mayga o'tar kechasi 2026-yili Xavas tumanida bir singlimiz betob ekanlar. Mana shu singlimizni xudo xohlasa yo'llariga kelamiz deb mana video qildik. Yetib keldik. Jumay va Mohiraxonni turmush o'rtoqlari bilan gaplashganimda, men seshanba kuni kelaman desam, aka biz juda ham kech qolamiz. Zudlik bilan operatsiya qilishimiz kerak, Hindistonga uchib ketishimiz kerak dedilar. Endi to'g'risi har bitta insonda ham misol uchun imkoniyat bo'lavermaydi. Shuning uchun imkoniyati bor insonlarga murojaat qilamiz. Bizning o'zbek xalqimiz hech qachon o'zini vatandoshini bu ahvolda tashab qo'ymaydi. Singlimiz 2 yildirki mana shu 1,5 yil, 2 yildir balkim mana shu dard bilan kurashib kelyaptilar. Bularni yelkalarida qanaqadir bir chap yelkalarida o'simta bo'lgan, uni oldirishga 3-4 marta operatsiya, ya'ni amaliyot boshlaridan o'tkazganlar. Shunga qaramasdan baribir bu dard bulardan nari ketmadi. Shuning uchun hozir Hindistonga zudlik bilan uchib ketishlari kerak va singlimizni amaliyotni yana boshlaridan o'tkazishlari kerak va umid qilamizki, mana shu amaliyot eng so'nggisi bo'ladi deb. Inshaalloh, Xudo xohlasa, sizlarning duoinglar bilan, sizlarning ko'maginglar bilan mana shu singlimiz tez kunlarda oyoqqa turib ketsalar. Bir dona farzandlari bor, farzandlari ham voyaga yetmagan. Mana shu farzandlarning baxti uchun, mana shu farzandlarni iloyim o'zlari bag'rlariga bosib katta qilish nasib ro'za aylasin deganlar, like bosib qo'yasizlar. Mana shu videoni yaqin do'stinglarga, ko'ngilli do'stinglarga, savob-talab do'stinglarga jo'natib qo'yasizlar. Agar iloji bo'lsa o'zingizlarga shu videoni olib, istoriya qo'ysanglar, boshimiz osmonga yetgan bo'lardi. Hech qaysi bir bandani bunaqa dard bilan Allohim sinamasin. Bu ham bir Allohning sinovi. Inshaalloh tez kunlarda Xudo xohlasa, agar Hindistonga borib kelsalar, biz yana kelamiz va mana shu singlimiz tuzalib ketganliklari haqida video qilishni men sizlarga o'zim shaxsan va'da beraman. Xavas bilasizlar, Yangiyo'ldan 140 kilometr narida. Shunga qaramasdan bugun yetib keldik. Xudo xohlasa, singlimizni tez kunda oyoqqa qo'yib yuboramiz. 37 million aholi. 5000 so'mdan tashlasak ham ancha-muncha pul bo'ladi. 10 ming so'mdan tashlasak, Xudo xohlasa, mana shu singlimiz oyoqqa turib ketadilar. Men aynan xonadon egalarini, karta raqamlarini yozib qoldiraman va telefon raqamlarini yozib qoldiraman. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, bemalol telefon qilib, bu egalari bilan mana shu singlimizni xo'jayinlari bilan bog'lanib, bemalol savollarga, turli savollarga javob olishingiz mumkin. Go'zal yurtimizga, go'zal diyorimizga hech qachon ko'z tegmasin. Sog' bo'linglar, bizlarni kuzatishda davom etinglar. Tan joninglar sog' bo'lsin. Agar qo'lingizda hech qanaqa imkoniyat bo'lmasa, shu videoni jo'natib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bitta qo'linglarni ochib, voqib qo'ysanglar bo'ladi. Tan joninglar sog' bo'lsin. Har birimizning o'ylagan yaxshiliklarimizga Allohning o'zi yetkazsin. Sog' bo'linglar.